Assalomu alaykum, suhbatda yana aziz obunachilari va endi YouTube'imizni videomizni ko'rib turgan YouTube ishqibozlari. Do'stlar, biz kanalimizda kerakli videolar juda ham ko'p. Agar o'rtoqlar biz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni so'rab qolardik va like bosib, o'z fikringizni video oxirida kommentariyada qoldirsangiz, keyingi videoni o'shanga qarab bir video chiqarar edik. Qani unda men sizlarga tovuq haqida bir ma'lumotimni berib o'tsam, o'sha boshida ko'rsatib o'tgan cho'jalarimiz mana xudo xolasa rasa 5 oyga to'ldi oldi. Xo'rozlari ko'rib turibsiz, 5,5 oylik bo'ldi. Bu yerda eng katta xato nima bo'lgan? Bu yerda xato do'stlar, men 1000 ta cho'ja olgan bo'lsam, hammasini partiya qilib olganman. Masalan 100 ta, 50 ta shunday qilib olib kelaverilgan orqamga ketdim. O'shaning orqasidan juda ham ko'p kasalliklar tashqaridan kirib kelaveradi va ba'dan o'lish ko'p bo'laveradi. O'shaning hisobiga mana xudo xolasa yomon emas, yaxshi shunda ham mana qolganlari qoldi. Mana xo'rozlar esa bu yerda hozir qariyb 6 oylik yoki 5,5 oylik. Tovuqlarimiz mana 5 oyga to'lib turibdi, xudo xolasa bir 10 kun ichida tuxumga kiradi degan umiddaman. Oldi, tovuqni oldi. Yana 1 oy bor, 1,5 oy bor, qolgan cho'jalari ham bor. Mana shular hali cho'ja bo'ladi. 3 oylik yoki 3,5 oylik cho'jalar. O'shaning hisobiga bu yerda bu don yeyish hammasi rejimda, mana ko'rib turibsiz. Oshiqcha don yeyilmaydi bular. O't, tuz, qum, o'sha qishloq xo'jaligida nima topilsa hammasini yeydi. Qatiqni haligisini suv qilib ayron qo'shqatib ayron ichadi bular kasalga qarshi. Yaxshi, endi tuxumga kirsa xudo xolasa ko'rsataman. Ko'p kommentariyalar bo'lgan edi. Nima bo'ldi? Yo'q bo'lib ketdimi? Siz ham buni tovuq boqib bankrot bo'ldingizmi deganlarga mana video, mana dokazatlisi va yo'q do'stlar, mana prosta video olishga odam yo'q. O'zim Rossiyaligim uchun xudo xolasa yaqinda boraman. Podrobni ko'rsataman. Mana ko'ryapsiz, cho'ja juda ham kichkinalari ham bor bu yerda. O'shanga tovuqni boqishda birinchi o'rinda rejimni ishlaysiz. Tuxumga kirgandan keyin uje donini kuchaytirsangiz bo'ladi. Mana videolar qanday fikr bildirsangiz, suv idishlari, oldingi videolarni ko'rsangiz, o'sha to'g'onani qurilganlari, suv idishlari, hamma narsa kasalliklari bor. Hamma narsasi bor, cho'jalari ham bor boshqa videolarimizda. Mana bu hozirgi oyimizda uje 5 oylik oldi cho'jalar, tovuqlar ko'rsatyapman. Endi tuxumga kiradi xudo xolasa. Endi kasal bo'ladi, bu jonli odam narsa, parranda kasal bo'ladi. Tozalikka ko'proq e'tibor qilish kerak, zo'r bo'ladi hammasi. Yana Telegram guruhimizga ko'pchilik kirib, o'sha tovuq ishqibozlari kirib savol-javob qilyapti. O'sha tovuq boqqanlar, oq tovuq boqayotganlar ham juda hamlar ko'p. Rejimda buzilayotganlar bor. 3 oylik tovuqlar mana bu meni xo'rozimday bo'lib turibdi-da, 3 oylik tovuqlar. Bu yemda juda ham ko'p hisob-kitob adashadi, keyin foydasiga yo'q, foydasini yo'qotib qo'yasizlar do'stlar. O'shaning uchun hammasini rejimidan bersalaringiz zo'r bo'ladi. Qishning kunida xudo xolasa bu tovuqlarimiz bizni produktimizni, bir oilamizni bir tarafini ko'taradi degan umiddaman do'stlar. Hamda 1 so'm bo'lsa ham, 2 so'm bo'lsa ham uyga pul kelib tursa, bu yaxshi narsa. Chim o'sha 1 so'm pul chiqib ketgandan ko'ra. Mana ko'rib turibsizlar, lekin telefon tikka olingani uchun do'stlar mana shu holatda qo'yishga majbur bo'ldim. Yaqin qilsam kачествоsi yo'qoladi. Sal bo'lsa ham shu mana shu holatda ham xira bo'lsa ham ko'ringizlar mana. Zo'r, xudoga shukr, soppa-sog', tagi aplika mana, suv idishlari ko'rib turibsizlar. Xo'rozlar bo'ylarini qarangizlar, tovuqlarni novchagina bir jussasi, bir qomat kelishgan tovuq bu qorada oq tovuqlar. Tuxumi oq bo'ladi, o'rtali undaqacha katta ham bo'lmaydi, kichkina ham bo'lmaydi. O'rta rasa zo'r. Shu bilan xayrlashamiz do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib,
kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sog' bo'linglar, rahmat.